Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qaysi yo'nalish bo'yicha? Moskva bo'yicha. Moskva bo'yicha avtobus, davlat avtobusi bilan ketyapmiz. Hozir Sobir Rahimov tumanida davlat avtobuslari bor. 3 ta yo'nalish bo'yicha qo'yilgan. Moskva, Qozog'iston va Kazan. Hozircha yo'lovchilarimiz men bilan brigadaman 10 kishi biza. 10 kishi sizlar? 10 kishi biza. Hozir mahsulot, hamma narsa avtobus sharoitlari zo'r. O'tirish ertalab kelgan bo'lsak, kofe, suv, kamchilik yo'q. Hamma narsa sharoitlar zo'r. Oldin ham avtobuslardan foydalanganmisiz? 3-marta ketishim. Kamchiliklar yo'q, zo'r. Avtobusda sharoitlari yetarli darajada. Avtobus zo'r, luks. Xohlasa yotib ketsa bo'ladi, xohlasa skamenkalik. Kamchiliklar yo'q. Hamma do'stlarga murojaat qilaman avtobusga ketishini. Yo'llar tinch, hamma bexatar boradi murodatiga. Savolim bor edi, biletni aynan qayerdan xarid qildingiz? Bilet. O'zimni oblastimdan, Buxorodan xarid qildim. Bera vokzalga kelsam ham o'sha narx. Narxi bir xil. Narxlari qancha? Narxi 850 ming. 850. Srochniga oldim, undan ham oldinroq olsa, undan ham arzonroq ekan. Kamchiliklar yo'q, zo'r, hammasi zo'r. Hammaga tavsiya qilaman kelishini. Rahmat kattakon. Sizga yo'l tilaymiz. Mayli, rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Agarda sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimizdan foydalanishni xohlasangiz, Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, bemalol xarid qilishingiz mumkin.